Men Mike Chak bilan ikkinchi qism. Bo'lmasa videoni biz boshladik, to'g'rimi? Qanasan Chak aka? Hozir to'xtatinglar. Ana boshladik biz. Aka sen. Ma'lasa, tayoqni hardamdik. Sen o'zingga yaso'rmay yoqib ketyapman. Uni olgan keraksizlar sizlar. Bilasizlar, menda bu. Aka. Men toshqazlar. Bo'pti, yo'qolib qolmagan. Ko'mir meniki. Yo'qolib qolmagan. Sal tomog'im o'rib qopti, o'shaning uchun sizlardan kechirib so'rayman, sal ovozim bunaqa bo'lib qopti. Qur'on tushyaptimi? Qur'on tushyapti, baka, men uyqulayapman. Tintir. O'tgan safar quruvchilar jangida sal to'xtalish bo'lgani uchun sizlardan uzr so'rayman. Bu galgi videomiz ancha zo'r chiqadi, chunki bu survivalda bo'ladi. Qanisa cho't qo'y topdim men. Ha? Qo'y topdim. Qo'y topol menda 2 ta, yo'q 3 ta. Seni ko'rdim. Nishini ko'rdim, nishini. Ha aka. Ko'mirga tegmay u meniki. Bo'p, tegmayman senga. Bugungi videomizda biz temirni topib, temirni ko'paytiramiz. Temir aslahalar yasaymiz. To'g'rimi? Keyin qishloq ham topishimiz kerak, to'g'rimi? Kon topdim men. Ha? Kon topdim. Men ham boraman, to'xta. Balki meni oldim kesin ko'rsataman. Yo, men ko'mir izlayman. Ido, ola ko'mir topdim. Kamera make-up qo'y, xalaqit beryapti. Bittadan ko'mir bor. Hey, chunni ko'paytiraylik. Estakka olamiz. Undan mana bo'ladi va mana bo'ladi. Qilsangiz tapor bo'ladi. Bitta tapor, bitta bolta yetadi. Ana bo'ldi, ko'paytirdik. Endi ko'paytirdik men. Ko'mirdan vashim kerak men. Ko'mir kerak bo'ladi, chunki ovqat isitish kerak bo'ladi. Voy, bu ko'mir koni topdingmi sen uni?